Hayit kuni hamma kelin poshshalar ota hovlisiga onajonisini ko'rgani borishadi. Bilaman, siz ham onajoningiz uchun o'z qo'llaringiz bilan eng mazali narsani tayyorlab borgingiz keladi. Bu medavik ayni muddao. Bu medavik onajoningiz oshqozonlariga ham o'zlariga ham yoqishi aniq duolarni tegida qolib ketadi. Chaynamasdan yutiladigan medavik uchun barcha mahsulotlarni qozonchaga solamiz, gazni o'rta olovga qo'yib, yaxshilab tinmasdan aralashtiramiz. Sariyog' va shakarlar erib, massamiz 2 baravar ko'payib, xuddi shu holatga keladi. Keragicha un solib, yumshoqroq, qo'lga yopishadigan xamir qorib olamiz. To'liq retseptini opisiyaga albatta yozib qo'yaman. Yumshoqqina, issiqqina qorvagan xamirimizni teng bo'lakligi bo'lib olamiz. Zo'valachala qilib, idishga solib, yarim soatga tindirib qo'yamiz. Tingan zo'valachalarimizni pergament ustida yoyib olamiz va o'zimizga yoqqan kerakli formada forma berib kesib olamiz. Men dumaloq qildim, siz xohishga ko'ra to'rtburchak qilsangiz ham bo'ladi. Chetlarini tekislab, o'rtasiga vilka urib, duxovkada pishirib olamiz. Juda ham tez pishib chiqadi, qarab turinglar. Go'shtlarimiz sovigandan keyin qattiq pesochni bo'ladi, qo'rqib ketmanglar, bu tabiiy. Go'shtlarimiz sovigunigacha eng mazali qaymoqli kremni tayyorlab olamiz. Tvorojniy sir, valyuniy moloko va pirmelkining 45% qaymoqlarini solib, chiroyli mazali krem tayyorlab olamiz. Sovigan go'shtlarimizni birin-ketin kremlab olamiz. Kremni ayamasdan solinglar, shunda yana ham yumshoq mazali bo'ladi. Ustiga urug'larni ko'pgina qilib ayamasdan sepamiz, xohishga ko'ra bezatamiz va albatta bir kechaga xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Kelin poshshalar, bu medavikni onajoningiz, yaqinlaringiz uchun albatta tayyorlab bering. Kirib kelayotgan hayit ayyomi barchaligiga muborak bo'lsin.